Dunyoning nufuzli oliygohlariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik yoshlar haqida eshitganimda har gal juda quvonaman va faxr tuyaman. Ana shunday iqtidorli yoshlarimizdan yana biri samarqandlik Shohruh Qudratov jahonning nufuzli birinchi raqamli oliygohi Garvard universiteti talabasi bo'ldi. Shohruh, Garvardga o'qishga kirganingizni birinchi marta bilgan vaqtingizda nimalarni his qildingiz? Albatta xursandchilik bo'ldi va faxrlanish hissi bo'ldi. Shu bilan birgalikda bir narsani angladim, ya'ni o'zbekistonlik har bir yosh albatta dunyodagi top universitetlarga o'qishga kirishga qodir. Chunki bu zamindan ulug'beklar, Ibn Sinolar chiqishgan va yaqinda hurmatli prezidentimiz aytganlaridek, kelajakda nafaqat biznikilar borib chet elda o'qishadi, balki kerak bo'lsa Bostondan kelib, Ulug'bek yurtida albatta ilm o'rganadigan bo'lishadi. Shohruh, Garvard yoki dunyoning boshqa top universitetlariga o'qishga kirish uchun tayyorgarlikni qachondan boshlash kerak sizningcha? Qancha vaqtli bo'lsa shuncha yaxshi, hattoki birinchi sinfdan kerak bo'lsa boshlash kerak. Va aynan mana shu maqsad bilan biz Samarqanddagi ilk xalqaro xususiy maktabni ochmoqdamiz. Chunki maqsadimiz ko'plab o'zbekistonlik yoshlar dunyodagi eng nufuzli universitetlarda o'qishga borishlari kerak. Hozir maktabimizda qurilish ishlari davom etmoqda. Keling, birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Yuqorida siz ushbu maktab bitiruvchilarining deyarli hammasini dunyoning top 100 talikka kiruvchi universitetlarga kiritish maqsadingiz borligini aytib o'tdingiz. Bu juda ham katta maqsad va unga qanday erishmoqchisiz? Jahongirga albatta bu juda ham katta maqsad. Shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda har bir o'quvchiga individual yondashuv orqali erishmoqchimiz. Ya'ni ularning yoshligidan, aynan qaysi sohaga qiziqishini va kelajakda qaysi universitetda o'qimoqchi ekanligini aniqlab olamiz. Shundan keyin ularga nafaqat xalqaro sertifikatlarni beramiz, balki o'zining individual portfoliosini ham tayyorlaymiz. Ya'ni ularni startap loyihalariga qatnashtiramiz, konferensiyalarga olib boramiz, xalqaro olimpiadalarga olib boramiz va mana shu orqali kelajakda xalqaro top 100 talik universitetga kiradigan, global jihatda tayyor bo'lgan shaxslarga yetishtirmoqchimiz. Ushbu maktabda o'qish jarayonlari qachondan boshlanadi? Qabul hozirda ochiqmi va bu maktabda farzandini o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalar nima qilishlari kerak? Jahongirga qabul hozirdan ochiq. Maktabda o'qish 2026-yil sentyabr oyidan boshlanadi. Lekin bir narsani oldin aytib o'tishim kerak. Joylar soni qat'iy cheklangan va har bir bolani biz individual imtihondan o'tkazib, suhbat asosida olamiz, chunki ular ertaga natija berishi kerak. Farzandingiz kelajakda dunyoning top universitetlarida tahsil olishni istasangiz, bugundanoq to'g'ri qaror qabul qiling. Poliglot xalqaro maktabi haqida batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.